Har bir xalqning tanazzuli yoki yuksalishi uning milliy qiyofasiga bog'liq. Milliy qiyofa bu shunchaki kiyinish uslubi yoki urf-odatlar emas, balki xalqning dunyoqarashi, hayotga va bir-biriga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Xo'sh, o'zbek xalqi qanday milliy qiyofaga ega? Uning kuchli va zaif jihatlari nimalarda ko'rinadi? Bugungi ko'rsatuvimizda shu kabi savollarga javob izlaymiz. O'zbek xalqini kuchli yaxshi tarafi nima? Yaxshi tarafimi? Yaxshi tarafi bizada Imom Buxoriy bor. Hazrati Amir Temur bor. Keyin Alisher Navoiy bor. Gapi indallosi bizani O'zbekistonga Arabistondan ham kelib, o'qib, olim bo'lib ketgan. O'ziga bek odamlar o'zini bek deb hisoblaydi-da. O'zbek xalqining kuchli tarafi bilmadim, milliyligidadir o'zini yoki bilmadim. Sabrligi, birdamligida, bir-birini tushunishida. Mehnatkash xalq, yaxshi, tinch xalq. Birdamligi. Birdamligini qayerda ko'rgansiz? Ko'p joyda ko'rganman. Juda ham samimiy va agar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilar ekanmiz. Men shunaqa deb o'ylayman, e'tiqodi bilan kuchli. Chunki ular doim bitta narsaga, e'tiqodiga ishonadi. G'ururli odamda hammasi. Menimcha mehr-oqibatli ular. Mehmonga darrov kutib olishadi, uyga taklif qilishadi. Mehnat qiladi. Ishonimchan, sodda xalq. 70%imiz. Kuchli taraflari faqat tepalarda bo'lsa kerak. Xalqda kuchli tarafi yo'q. O'zbeklarning kuchli tarafi chidamlik, og'ir matonatlik. O'zbek xalqi kuchli tarafi mehr muhabbat, bir-birisini to'g'ri hayot, sog'lik, salomatlik, tinchlik. Kuchli tarafi bu ularni birlashishi. Qadriyatlarga sodiqlik. Bizda shu narsa ma'lum darajada qadriyatlarga sodiqlik saqlanib qolgan. Bu bir tarafdan yaxshi. Nima uchun? Chunki yot g'oyalarni singishi biroz qiyin kechadi. Iymoni deb o'ylayman. O'zbek xalqining kuchli tarafi chidamli, bardoshli. Masalan, o'zimizda davlat buyuk davlat. Hamma narsaga qurbi yetadi. Mana sog'-salomat ishlab yuribmiz. Mehr oqibat, mehr muhabbat deb o'ylayman. Mehmondo'stligi? Mehmondo'stligi. Mana o'rislarni mana ko'ryapsizlar, Rossiyaga ketayotgan borgan o'zbeklarni qanchalik xo'rlashyapti. Mana yerda bironta o'ris xo'rlanganini ko'rdinglarmi? Tarixi kuchli. Masalan, Amir Temurlar naqadar kuchli emas. eng zaif jihati nima? Ishonuvchanligimizda. Zaif tarafi yo'q hozircha. Zaif jihati yo'q. Innovatsiyadan orqadamiz. Zaif jihati shu. Biza hech birlashganimizdan eslolmayman. Har doim mana bir inson qanaqadir tashrif bilan chiqqanida, ikkinchi inson ma'qullamaydi u gapini. Qo'lni qo'lga bermaydi. Qo'lni qo'lga bermaydi. Agar hammasi bir yoqadan bosh chiqarsa, o'zbek xalqining kuchlisi yo'q, chunki ne odamlar O'zbekistondan chiqqan. Zaif jihatimiz, bilmadim, hammani kuchli deb o'ylayman. Ishonuvchanligi. Hammaga ishonadi. Rahmat. Bizlarning eng salbiy tomonimiz verushimiz. Ishonaveramiz. Yolg'on gapga ham Xudoga shukr deymiz. Zaif jihati qanday deb bilaman. Zaif jihati birlashmagani uchun qiynalayotgani, boshqasini bilmadim. Meni tushuncham shunaqa. O'zbekda ojiz jihati yo'q. Prosta ko'ngilchanligi, andishaligi bor. Ojiz jihati yo'q, bo'lmaydi ham. Farzandlarimizni qulog'i yo'q. Bizani yaxshi eshitmaydi. Chunki biza mana shunaqa tarbiyalaganmiz. Biz emas, o'sha insonlar. Agarda mamunda o'tirganda Amir Temurni nima deydi, shijoati bilan, tartibi bilan, tarbiyasi bilan shug'ullanganda hozir bunaqa bo'lmas edi. Patizmning juda kuchliligi deb o'ylayman, chunki bilasiz, aynan O'rta Osiyo davlatlari orasida shu narsa keng tarqalgan, qarindosh urug'chilik, aymoqchilik, mana shu narsa biroz yomon holat. Bitilganroq, sal qo'lani xarob bo'lishi mumkin. Mana shunaqa o'ylayman. Yani u yoqni bilmadim. Shuning uchun kam kitob o'qishda. Zaif jihatligi shu nimasi bilan o'ta ko'ngli ochiqligi. To'g'risi, ana shu zaif tomonimiz shu. O'ta mehmondo'stmiz, ko'nglimiz ochiq. Kim kelsa boshini silaymiz. Ilmsizligi. Agar unda ilm bo'lsa, u zaif bo'lmaydi.